Kecha kontrni sani kamandan yomon yutqizdi-da. Gap bo'lishi mumkin emas. O'rtoq, qani ichkariga kiraylik. Ichkariga kirib turaylik hozir. 1 minut, o'rtoq. Oke, 1 minut. Bugun men choyxonam edi, o'rtoqlarim bilan yonimda 500 ming pul bor edi. Ortiqcha narsa so'rasa, yo'q deb turing. Bolalar yaxshi o'tiribsizlarmi? Ana aytilgan narsani olib kelaverasizmi? Bugun Murodni gali ekan bolalar. Oka oshma qozongobni topganingizni olib kelavering. Olib kelavering, oka, olib kelavering. Oshni ham mazza qilib yedi. Qozongob bilan bo'yin yetdi. Kelmadi-yu. O'yin bilan qozonqopimiz tugabdi. Oshimiz yaxshi chiqdimi? Kamerada hamma narsani ko'rish turibman. Nima bor ovqatlarni yeyib o'tsan? Uzr xo'ja. Bile. Ishdan bo'shading. Oka, bularni ayblari yo'q. Men iltimos qilgandim. Ozgina sharoitim bo'lmayapti deb. Bolalar bemalol mazza qilib o'tiringlar. Qozon kabob bilan bo'yinni ham etib qo'yganman. Mana qara o'rtoq, nima unaqa qilding? Yonimda pulimkani bertirmayapti. Aka, hozirgi bola meni og'aynim bo'ladi. Sal qiynalib qopti. Keling mandat qilamiz. Ha, mujik. Mashna og'aylar ko'paysin. O'rtoq, hammasini eshitdim. Shu yerda o'ylama. O'sha choyxonaga rasxod qilingan pulingni oilangga ro'zg'orlaydigan, esingdan chiqmasin. Og'ir vaziyatga tushganingda har doim yoningdaman. Rahmat do'stim, boringga shukr. O'rtoqlar, har qanaqa vaziyatda ham og'ir kuningizda yoningizda turadigan yaqinlaringizga shu videoni jo'natib qo'yamiz. Yok yanındaman dost, dünya sınavındasan dost.